Shu kunlarda O'zbekiston Milliy bog'ida bo'lib o'tadigan Navro'z tantanalariga puxta hozirlik ko'rilmoqda. Tadbirlarda ishtirok etish uchun kelgan qoraqalpog'istonlik yosh san'atkor Salomat Ayapov bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Salomat, avvalo ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Keling, dastlab qoraqalpog'istonning jirovchilik san'ati haqida so'z yuritsak, ya'ni ushbu san'atning tarixi haqida. Jirovchilik san'ati bu bizlarning Qoraqalpoq xalqining eng qadimiy san'at turlaridan bo'lib hisoblanadi. Qo'biz asbobining piri Qo'rqit ota deyiladi bizlarda. Keyin jirovchilarning shejrasi bizlarda Sopasli Sifra jirovga bu 14-asrga nima qilamiz? Suyanib bemalol gapira olamiz. Endi undan beri ko'p jirov ustozlarimiz, katta ustoz jirovlarimiz o'tgan. Bugungi kunda da mana yosh jirovlarimiz, biz qatorli yoshlar shu qo'biz asbobidan, qadimiy dostonlardan va qo'bizni nasihat qo'shiqlaridan xalqqa bemalol kuylab yuribdi. Bizlarda baxshi bilan jirov bo'linadi. Endi jirovlar o'sha ovozni o'zgartirib, o'sha tomoqda aytiladigan qo'shiqlar bilan dostonlar aytadi. Baxshilar o'sha o'zini ovozida ijro etadi. Endi jirovlarning baxshilarning repertuari o'sha tubdan farq qiladi. Farq qiladi juda ham. Libosda ham tafovut bor, to'g'rimi? Ya'ni mana jirovlarda cho'girma, chopon bo'ladi, baxshilarda baxshilarda ham o'sha o'zimizning Qoraqalpoqning milliy choponlari, lekin ular hech nima kiymaydi. Cho'girma, biznikida cho'girma kiymaydi. Ular do'ppi, taqiya deymiz bizlar, do'ppi kiyib, o'sha oshiqlik, muhabbat to'g'risidagi qo'shiqlarni ijro etadi. Endi sozda ham tafovut bor. Qolaversa, o'sha jirovlarda qo'biz sozi bo'lsa, baxshilarda dutor, to'g'rimi? Albatta, ular dutor bilan ijro etadi. Yana ovozni o'sha o'zini ovozida bemalol. Lekin ular ham faqat muhabbat mavzusida emas, ular ham nasihat qo'shiqlarini, o'sha hozirgi shoirlarimizning qo'shiqlarini ijro etadi. Bizda ham o'sha botirlik, qahramonlik dostonlaridan tashqari o'sha xalqimizning shoirlarini qo'shiqlaridan va eng masalan qadimiy nasihat nimalarimiz bor, o'sha xalqqa masalan oqni qorani ayiradigan, yaxshi yomonni ayiradigan o'sha nasihat qo'shiqlarimizni ijro etadi. Qo'biz cholg'usining yaratilish tarixi qaysi davrlarga borib taqaladi? Qo'bizni piri Qo'rqit ota deydi. Qo'rqit ota bu 10-asrlarda yashab o'tgan, ijod qilgan inson bo'lib hisoblanadi. Keyin bizlarda jirovchilikni chegarasini 14-asrdagi Sopasli Sifra jirovga nima qilamiz? Borib taqaymiz. Keyin ya'ni jirovchilik san'ati aynan shajarasi 14-asrga borib taqaladi. 14-asr. Aslida qo'bizni o'zi 10-asrda paydo bo'lgan. Bugungi kungacha o'sha bir qancha ustozlarimiz, katta jirovlar o'tgan, o'shalar hammasi og'izdan og'izga, ustozdan shogirdga, otadan bolaga o'sha qo'biz asbobini, o'sha og'zaki dostonlarni, xalq qo'shiqlarini, terma to'lg'ovlarni, nasihat qo'shiqlarini shu bugungi kunga, hozirgi davrgacha o'sha yetib kelgan. Ustoz shogird an'anasini tilga oldingiz. Siz o'z navbatida qaysi ustozlardan mana shu jirovchilikning sir asrorlarini puxta egallagansiz? Qoraqalpoqda Qoraqalpoq xalq jirovi Baxtbergen Jirov Sirimbetov ustozim o'shandan bir qancha nasihat qo'shiqlarini, dostonlarini, lavhalarini o'rganganmiz. Undan tashqari o'sha o'zimni yana bir ustozim Turg'onboy Jirov Atamuratov. U Turg'onboy Jirov Atamuratov Yesemurod Jirovni shogirdi ham o'g'li, hozirgi Baxtbergen Jirov Sirimbetov esa Jaxsiliq Jirov Sirimbetovni o'g'li ham shogirdi. Ular avloddan avlodga kelayotgan katta jirovlar bo'lib hisoblanadi. Mana shunaqa insonlarning qo'lida o'sha tarbiya olib, ta'lim o'sha qo'bizni eng mukammal bir sirlarini o'rganib, haligacha o'rganib kelmoqdaman. Shu o'rinda ilk bora ijro etgan termangizni eslay olasizmi? Ilk bora maktab davrlarida ijro etgan termam bu Bo'zotov. Qo'biz bilanmi? Qo'biz bilan. Bizga bugun qanday kuyni ijro etib berasiz? O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri qahramonimiz Ibrahim Yusufovni shu qo'biz degan qo'shig'i bor. Shu qo'bizni ham ta'riflab, ham ijro qilib beraman.
Juda soz. Qani? Жаңла қобыз әсірлердің куасы, қара қалпақ сазларының сағасы, қайтқан қаздайған қылдаған үніңе шатлық қойған жаңа тұрмыс дүниясы. Кемсеңлетіп қарылардың иегін тосқан елді толғап өткен шейіннің әсірлердің ауыр шерін арқалап тоқылашып жауыр болған тиегі. Келте зыбан көрмеуіңе келмеді, ұлы зыбан бақыт таппай шөлледі. Жортулыда елдің жоғын жоқлаған батырлардың аттияғын серледі. Шербетің шерлі жандай ақырып, көз айдының қуанышқа шақырып, халық әзебі толып тасса, сен дағы айға шаптың арысландай ақырып. Жаңла қобыз сол тапсырған мирасың, халық өмірінің шешіресі, айнасы бүгін бізге жәрдемлесер, жалықпай гүлдентуге жаңа тұрмыс дүниясы. Дүниясың. Rahmat. Navro'z tantanalarida muvaffaqiyatli chiqishingizga tilakdoshmiz. Qolaversa ijodlaringizda omad tilab qolamiz. Dasturimizdagi ishtirokingiz uchun va go'zal ijro uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat.